Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli tinglovchilar, avvalgi berilgan hadisning saboq qismini sizlarga yetkazmoqchi bo'lsam, Imom Buxoriy bu hadisning sharhida aytadilar. Bu hadisda Jurayj onasiga javob qaytarishdan namozni afzal ko'rdi. Keyin onasi uni duobat qilib yubordi va Alloh taolo ijobat qildi. Bu onaning farzandiga qilgan duosi har qanday holatda ham ijobat bo'lishiga dalil qiladi. Jurayj o'sha paytda nafl namozi o'qir edi. Undan bardavom bo'lishi vojib emasdi. Onasining chaqirig'iga javob berish esa vojibdir. Unga oq bo'lish haromdir. Onasining chaqirishiga javob berish esa vojib, unga oq bo'lish haromdir. U namozini yengillatib, tezroq tugatib, onasiga javob berib, keyin qayta namoz o'qishi mumkin edi. U onasini o'zining ibodat qiladigan kulbasidan ajrashga, dunyo va unga bog'liq bo'lgan narsalarga qaytishga chaqirmoqda deb o'ylagan. Qazoyi qadar so'zga bog'liqdir. Ya'ni aytgan so'z tufayli taqdir o'zgarib ketishi, insonning yaxshi gapi foydasiga, yomoni ziyoniga ishlashi mumkin. Farzandlaringizni duobat qilmang. Ijobat bo'ladigan soatga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Bir kuni Umar raziyallohu alayhi qo'li shal bo'lgan bir qariya cholni ko'rib qoldi va qo'lingizga nima qildi deb so'radi. U odam otam jahliya davrida qo'limni shal bo'lishini so'rab duobat qilgan edi. Shunga shal bo'lib qolgan dedi. Umar raziyallohu alayhi aytdi: bu otalarning jahliyatdagi duosi, islomdagisi qanday bo'ladi? Agar qizimiz tovoqni sindirib qo'ysa, Alloh qalbingni sindirsin deb qarg'aymiz. Biror nojo'ya ish qilib qo'ysa, qo'ling singur deb qo'yib beramiz. Shu duoband ijobat bo'ladigan vaqtga to'g'ri kelib qolsa nima bo'ladi? Bitta likopcha yoki kasa qalbga yoki qo'lga teng keladimi? Nima uchun Alloh seni isloh qilsin deb aytmaymiz? Agar aka uka, opa singillar urushib qolsa, ona g'azablangan chog'ida Alloh ikkingizni imtihon qilsin deb yuboramiz. Agar bu ijobat soatiga to'g'ri kelib qolsa bormi? Qay birimiz Allohning imtihoniga toqat qila olamiz? Ikkingizni qalbingizni Alloh isloh qilsin desak nima bo'ladi? Keling, sizlarga bir narsani taklif qilaman. Ko'zing ko'r bo'lsin degan so'zni Alloh qalbingni ochsin degan so'zga, Alloh g'azab qilgur degan qarg'ishni Alloh to'g'ri yo'lga boshlagur degan duoga o'zgartirsak yaxshi emasmi? Keling, tilimiz bolalarimizni buzmasdan oldin uni isloh qilib to'g'rilab olamiz. Onaning qarg'ishi ijobat bo'lishiga bir shayx misolida guvoh bo'lishimiz mumkin. U mashhur qori Saudiya Arabistonining 2 muqaddas masjidi ishlari bo'yicha bosh prezident
Abdurahmon as-Sadusiydir. Bu inson haqida sizlarga keyingi eshittirishda mukammal ma'lumot bermoqchiman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Studiyamga a'zo bo'lishni unutmang.